Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən İftihar Abdurashid. Bugün peyshanba. Hörmətli körürmənlər, tövəndə diqqətinglar günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Şinjan gazetinin 12 ayının 25 gündəki məxsus xəbərə əsaslanganda, şu günü Ürümçidə atalmış Abnum rayonunun təşviqat, ideya və mədəniyyət xizmət yığını ötküzülgən. Maşinuri yığında söz qilib mundaq degan. Şinjanның ideya sahəsi yanlı iğir vəziyyətə və müşkil vəzifələrə duch kelyapti. İdeya və mədəniyyət təşviqat xizmətində yanlı hal qilishga tegishli bəzi məsələlər var. Yangi vəziyyət və yangi vəzifələrni egilib, məsələlər və xiristlarga yüz-yüz taqabul turish, məsələlərni cho'nqur tekshirish və hal qilish bilan birga təşviqat, ideya və mədəniyyət xizmətinin yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish kerak. Şunun bilan bir vaqtda Şinjan münasibətlik tashqi təşviqatni kuchaytirish kerak. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda 2016 yildan boshlab ijro qilishga kirishgan zo'r tutqunda millionlarcha Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlar lagerlar qamalgan. Shundaqla ularning tili va madaniyati vayronchilikka duch kelganlikdan Amerika boshchiligidagi bir qism demokratik davlatlar va parlamentlar bu holni irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb ayblagan. Shuning bilan birga Xitoyga qarshi turli jazo tadbirlarini yo'l qo'ygan edi. Ana shu sababdan Xitoy hukumatı o'zining bu xildagi qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarni yushirish, xalqaraning ko'zini bo'yash va jamoat fikrini o'zgartirish uchun Sharq Turkistonda va chet elda soxta uchur tashviqotini kuchaytganligi ma'lum. Ammo Mashinurining bu qatimqi yig'inda o'ttir qo'ygan talablari Xitoy hukumatı ijro qilayotgan navbatdagi ta'tir tashviqot faoliyatlarining texnik yetarlik deb qaralmayotganligini bevosita ishorat qilayotganligi ma'lum. Chet ellik Uyg'ur tashkilotlari, faoliyatchilar va tadqiqotchilar Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turkiy tilli xalqlarni nishon qilgan jinoyatlarni o'xshamagan shakllarda fosh qilgandan keyin Xitoy hukumati turli besim ichida ilojisiz Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilish maqsadida eshikni sirtqa planliq ochishga boshlaganligi ma'lum. Shu qatorda o'zining madaniyat san'at sohasidagi kasbdoshlari shundaqla o'ziga qalb to'rdan o'rin bergan Uyg'ur xalqi top-top bo'lib lagerlarga va turmalarga qamalib ketgandimi, erkin dunyodagi erkin fikr qilish fursatiga ega bo'lgan, ammo o'z xalqining fojialik taqdiri yoki Xitoy hukumatining inson qalbidan chiqqan yovuzligiga qarta sukut qilishni a'lo bilib, yillarcha Kaliforniya shtatida beshini chumkab yashagan gitarchi Erkin Abdulla mana shundoq ochqishliq paytda vatanga berib 28 dekabr Ürümchida o'yin qo'ygan. Shuningdek, o'zining yagona va o'zgacha ta'sir kuchini Xitoyning yovuzligini fosh qilishga emas, aksicha Xitoyning atalmish odil va mehribon tabiatini isbotlashga sarf qilganligini ko'rsatgan. Dal mush sababdan muhojiratlik Uyg'urlar va Uyg'ur vaziyatini kuzatuvchilar Erkin Abdullaga o'xshash bir qism Uyg'urlarning mushqildagi qilmishlarini tanqidlagan. Shundaqla buning mohiyatda Xitoyning Şinjangda zulm yo'q, Uyg'urlar xohlagan Şinjang berib kelalaydi. Bu joyda Uyg'urlar xushal-xuram yashayotidi. Irqiy qirg'inchilik mavjud emas degandek sapsatlarga yordam qilganlik bo'lganligini ko'rsatgan edi. Amerikadagi siyosiy analizchi Dr. Andrew Skor Mashinurining bu xildagi yo'l yo'riqlar haqida so'z bo'lganda, buningdagi ko'p qatlamli maqsadlar haqida to'xtalib o'tdi. Uning qarashicha, Mashinuri ta'kidlayotgan chet el bilan aloqa yo'llarini kengaytirish va chet elda Şinjan haqidagi ijobiy tashviqotni kuchaytirish haqidagi yo'l yo'riqlar amaliyotda Xitoy Kommunistik partiyasining tipik tashviqoti. U Xitoy doiralarining mush orqali vatanimizda yuz berayotgan qabihliklarni va jinoyatlarni yoshirmoqchi bo'layotganligini ilgari surdi. U bu haqda mundaq dedi: "Tashviqot, ideya va madaniyat xizmat yig'inining maqsadi sapsatidan boshqa narsa emas. Xitoy Kommunistik partiyasi buni boshqa davlatlar bilan aloqa o'rnatish, madaniyatlararo sayohat qilish va berib kelish orqali tinchlikni ilgari surish deb bozorga soladi. Bu Xitoy Kommunistik partiyasining tipik tashviqoti. Ammo ular amaliyotda mushuningdan foydalanib, u yerda yuz berayotgan ishlarni yoshirishga urinadi. Şinjangda hozir yuz berayotgan ishlarni Amerika hukumati va boshqa mustaqil o'rinlar irqiy qirg'inchilik deb tonadi. Shunga Xitoyning tub maqsadi buningga qarshi tashviqot. Xitoy Kommunistik partiyasi hozirgacha tadqiqotchi, ziyoratchi yoki sayohatchilarning Şinjang va Tibetga o'xshash rayonlarga xohlagancha sayohat qilishiga ruxsat qilib boqmadi. Axborotchilarning bu sezgur rayonlarga berib, yerli xalqlar bilan suhbatlashishi yoki ulardan savol so'rashiga Xitoy hukumati ruxsat qilmaydi. Bu to'g'risida Uyg'ur kishilik huquq qurilishi maxsus doklad e'lon qilgan bo'lib, Xitoy hukumatining sayohatni tashviqotga aylantirish urinishlari, shuningdek vatanimizda erkin ozoda sayohat qilishning mumkin emasligi, ujoq borgan sayohatchilarning hukumatning qattiq kontroli ostida sayohat qildiganligi qatorliq ahvollarni kuchli dalillar bilan bayon qilib bergan edi. Xitoy doiralarining atalmish Şinjang taklif qilish va Şinjangdan sirtqa chiqarish xizmati yaqinqi mezgillarda zo'r darajada ko'zlangan unumga erishayotganligi ma'lum. Bo'libmi atalmish siyosatga aralashmagan kishilarning vatanga qaytib urug' tuqqanlarini yo'qlashiga yo'l ochib berish,
atalmış partiya və hökumətə sadiq kişilərinin chet ellərə çıxıb muhacirat guruh tuqqanları bilan cəm bolışıga ruxsat qilish qatarlıq vasitələr öz növbətində Xitoy hökumətinin saxta təşviqatıga xizmət qilishdən başqa Uyg'urlarning ong qurilmasini texim qattiq kontrol qilish rolini o'ynayotidi deb qaralmoqda. Bo'libmi mushkildagi kirish va chiqish faoliyatlarida rol olayotgan artistlar haqidagi keskin munozaralar allaqachon ijtimoiy taratqulardami tegishli o'rin egallashga o'tgan edi. Bu vaqtda so'z bo'lganda Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqot direktori Henrik Shajiski Maşinri ta'kidlagan chet el bilan aloqa yo'llarini kengaytirish, Xinjiang taklif qilish va Xinjiangdan sirtqa chiqarish to'g'risida maxsus to'xtalib o'tdi. U bularning hammasi mohiyatda Xitoy Kommunist partiyasi uchun unumli tashviqot bo'lib qolmasdan yana planliq va maqsadli ichib etish ekanligini ilgari surdi. Chet ellardagi ko'plagan kuzatuvchilar va tadqiqotchilar Xitoy hukumatining chet el bilan aloqa yo'llarini kengaytirish, Xinjiang taklif qilish va Xinjiangdan sirtqa chiqarishni kengaytish siyosatini ana shu tariqada Xitoy hukumatining vatanimizda hilam davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarni yoshirish, xalqaro jamoatning ko'zini bo'yash uchun o'tirg'i chiqarayotgan yangi tashviqot vositasi deb qaramoqda. Xitoy iqtisodining chekinishi Xitoyda ishsizlik masalasini og'irlashtirib qolmay, ishchi xizmatchilarning oylik maoshidami qattiq tövellashni keltirib chiqargan. Amerika Bloomberg xabarlarining 3-yanvar kuni bergan xabarda oshkorlanishicha, Xitoyning cho'ng shaharlarida yangi qabul qilingan ishchi xizmatchilarning oylik maoshi 2016-yildan buyangi eng tuvan seviyaga tushgan. Bu Xitoyda saqlanayotgan pul qisliqi va iste'molchilarning Xitoy iqtisodiga bo'lgan ishonchisinin sustlashganligini ko'rsatmoqda ekan. Xabarda aytilishicha, Xitoyning 38 muhim shahardagi shirkatlarning yangi qabul qilingan xizmatchilarga berilgan o'rtacha maoshi 2023-yilning o'xshash mezgildagidan 1,3% tövellab 10,420 yenga tushib qolgan. Bloomberg xabarlarining sonliq ma'lumotlardan naql keltirishicha, bu Xitoyda maoshning 2016-yildan buyangi eng ko'p tövellanish bo'lib qolmay, eng uzun davomlashish bo'lib hisoblanadi ekan. Maoshning Beijingda 2,7%, Guangzhouda 4,5% tövelliganligi Xitoyning 2024-yili pul qisliqiga duch kelish xavfining kuchayayotganligini ko'rsatadi ekan. Bloomberg xabarlarida qayd qilinishicha, Xitoy emgak bozoridagi chekinish aholilarning pul xarjlashni azaytishini, shuningdek yaqinqi 3 yildan beri tez sur'atda tövellayotgan iste'mol bahosining tushish besimini ig'irlashtirdi ekan. Xabarda buning Xitoyda uzluksiz kasatlashayotgan uy mulk bozoriga ziyon soldiganligi, chunki buning fuqarolarning uy setilishini kechiktirib, qarz olishdan qaytishni keltirib chiqarganligi ta'kidlanmoqda. Xabarda Xitoy davlatlik statistika idorasining o'tgan yil 11-oyda e'lon qilgan iste'molchilar ishonch ko'rsatkichi dalil qilinib, Xitoy iste'molchilarining ishonchining tarixdagi eng tuvan nuqtaga tushib qolganligi bildirilgan. Xitoy hukumati 2017-yil boshlangan cho'ng tutqunda Uyg'urlarning DNA uchurlarini to'plab, DNA sonliq ma'lumot ombiri qurishda Amerikadagi Thermo Fisher shirkatining DNA ratlash asbobini qo'llangan. Ayni vaqtda bu voqea Amerika Davlat Majlisi a'zolarining qattiq noroziligini qo'zg'agan edi. Natijada bu vaqtda savol so'roqqa duch kelgan Thermo Fisher shirkati Sharq Turkistonda DNA ratlash asbobi setishni to'xtatganligini e'lon qilgan edi. Navbatda Xitoyning Thermo Fisher shirkatining DNA ratlash asbobini Tibetlarning DNA uchurlarini to'plashda ishlatganligi ma'lum bo'lgan. Amerikadagi Axios Store'ning xabar qilishicha, navbatda Thermo Fisher shirkati kishilik huquq tashkilotlari va Amerika Davlat Majlisining besimida Tibetga DNA ratlash asbobi setishni to'xtatganligini bildirgan. Axiosning 3-yanvar bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Thermo Fisher shirkatining bayonotchisi Axios Store'ga yozma bayonot avatib, biz bir qator omillarga asosan 2023-yilning o'ttirlaridan boshlab bu rayonga inson kimligini farqlantirish texnikasi, ya'ni HID mahsulotlarini setishni to'xtatdik. Tibet avtonom rayoniga bizning inson kimligini farqlantirish texnikamizni sotmaslikni qaror qildik degan. 2022-yili Xitoy soqchi organlarining Tibet Thermo Fisherdan setib olgan DNA ratlash asboblarini ishlatib, Tibetlarning DNA uchurlarini to'plaganligi oshkorlangan edi. 2022-yilning oxirlarida Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishtiroki ijroiya komiteti Thermo Fisherning mas'uli Mark Kasparga xat yozib, bu shirkatning DNA ratlash asboblarini Tibetga Xitoy soqchi doiralariga sotganligidan qattiq andish qilganligini, bu asboblarning qanday ishlarga ishlatayotganligini tekshirishni talab qilgan. Xitoy doiralarining 2017-yili Uyg'urlar qaratgan cho'ng tutquni boshlanishidan burun umum xalq salomatlik tekshirish nomida to'plagan DNA uchurlarini ratlashda Thermo Fisher shirkatidan setib olgan DNA ratlash asbobidan foydalanganligi, bu orqali Uyg'urlarning DNA uchur ombirini qurib chiqib, 2017-yil boshlangan cho'ng tutqunda buningdan foydalanganligi ma'lum bo'lgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang.
Xeyr xoş.